Automotion.uz kanaliga xush kelibsiz. Bu yerda siz eng yangi avtomobillar, zamonaviy texnologiyalar va kelajak modellari haqida eng qiziqarli va foydali ma'lumotlarni topasiz. Bugungi videoda siz bilan 2026 yilning yangi modeli haqida gaplashamiz. Bu avtomobil dizayn, qulaylik va texnologiya jihatidan butunlay yangi bosqichni boshlab bermoqda. 2026 yilgi ushbu yangi avtomobil birinchi qarashdayoq o'zining agressiv va zamonaviy dizayni bilan e'tiborni tortadi. Old qismi juda past va keng ko'rinishga ega bo'lib, sport ruhini aniq ifodalaydi. Yangi LED faralar yanada ingichka va keskin shaklda ishlab chiqilgan bo'lib, tungi haydashda maksimal yorug'lik beradi va avtomobilga futuristik ko'rinish bag'ishlaydi. Radiator panjarasi esa yanada kattalashtirilgan va qora elementlar bilan boyitilgan. Bu esa avtomobilni yanada jozibador qiladi. Ichki salon esa haqiqiy premium darajada ishlab chiqilgan. Yumshoq materiallar, zamonaviy displeylar va ergonomik joylashuv haydovchi va yo'lovchilar uchun. Yana bir muhim jihat bu avtomobilning qulaylik darajasi. O'rindiqlar isitish va sovitish funksiyasiga ega bo'lib, har qanday ob-havoda qulaylikni ta'minlaydi. Bagaj hajmi ham keng bo'lib, oilaviy sayohatlar uchun juda mos keladi. Shuningdek, ovoz tizimi yuqori sifatli bo'lib, haydash jarayonini yanada yoqimli qiladi. Tashqi ko'rinish va ichki imkoniyatlarning uyg'unligi ushbu avtomobilni o'z sinfida yetakchilardan biriga aylantiradi. U nafaqat chiroyli, balki kuchli, xavfsiz va texnologik jihatdan ilg'or hisoblanadi. 2026 yil modeli avtomobil sanoatida yangi standartlarni belgilashga tayyor. Agar siz zamonaviy, kuchli va ishonchli avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, bu model siz uchun ayni muddao bo'lishi mumkin. U kundalik hayot uchun ham, uzoq safarlar uchun ham mukammal tanlovdir. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Agar sizga shunday yangi avtomobillar haqida ma'lumotlar yoqsa, kanalimizni albatta kuzatib boring va obuna bo'lishni unutmang.